Bayram saxiy, ko'ngil esa xotirjam bo'lishi kerak. Uzunbank yordam beradi. Ilovada limit oling. Yaqinlaringizga sovg'alar uchun pul oling. 30 kun ichida qaytaring va ortiqcha to'lamang. Uzunbank ilovasini yuklab oling. Bugun nishonlaymiz. Yangi yilda esa qaytaraman. Bugungi videoda ChatGPT bilan $100 treynerni solishtiramiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qaysi biri kuchliligini bilib olasizlar. Salom, men sun'iy intellektman. Bugun sizlarga ustozlik qilaman. Bu hammasi tekin. Bugun sizlar bilan 4 ta mashq qilamiz. Ular qiziqmi? Menga bu ChatGPT yoqmadi, bor. Toshkentcha gapirgan, o'zimcha jaydar tushuntirgan, bu bo'lmadi ani. Assalomu alaykum, men treynerman, bo'lmadi. Odamga o'xshab bir jaydar Toshkentcha gapirgan. Xo'p, men sizni tushundim. Bo'lmasa, birinchi mashg'ulotni boshlaymiz. Bu butterfly mashg'uloti. Bolalar ko'rdinglar, ChatGPT mana butterfly degan mashqlar qildi-da. Bu texnikasini kim tushiradi? Kim tushuntiradi? ChatGPT? Texnikasini qanaqa qiling? Buni texnikasini men bilmayman. Bilaman, qanaqa qilaman uni texnikasini? Hattan to'g'ri qilayotganimni bilaman. Men buni sizga ko'rsatib bera olmayman, chunki men faqat yozma ravishda tushuntira olaman. Bolalar, qarochi o'zimiz bilgancha qilish kerak ekan. To'g'ri qilyapmizmi, noto'g'ri qilyapmizmi? Endi yog'ini qatimiz og'risa o'shanda bila olamiz. Chista gurtki ishlayapmiz, oyoq og'riyapti. ChatGPT mana bu butterfly qildi. Endi qaysini qilamiz? Keyingi mashg'ulot hammerda, mashina. Yo'q, u trenajyor. Trenajyor. Ha. Nechta podxoddan qilganimiz yaxshi? 4 ta podxod 25 tadan qilgan yaxshi. Texnikasi qanaqa bo'ladi taxminan? Texnikasini men bilmayman. Men faqat yozma ravishda tushuntira olaman. Ayta gaproq. ChatGPT menga ChatGPT menga motivatsiya yetishmayapti. Menga kelgan Ahaddagi, Azestetdagi motivatsiya bergin menga. Xohlaysan, men senga motivatsiya beraman. Shuni so'rayapman o'zi. Davay. Sen motivatsiya olishing uchun kelajagingni o'yla. Ko'rdinglar, bizlar ChatGPT motivatsiyani jinnisini berdi, endi ishlash kerak. ChatGPT mana ikkita mashqni ham epladi bir amallab. Endi 3-mashq nima qilamiz? 3-upражнениyaga jimlyoja qilamiz. Nima edi u? Shtangada Mana yotib olib ko'tarishmi? Nechta podxoddan nechtadan? 5 ta podxod 15 tadan. Qara, texnikasini menga taxminan tushuntirib bergin, hech bo'lmasa taxminan, bilganingcha. Texnikasi tekis yotib, gantelni tepaga ko'tarasan. Bo'ldi, rahmat. Joning sog' bo'lsin, ChatGPT. Hop, mana endi 3-mashqni boshladik. ChatGPT bilan to'g'ri tromka qilish vasha qiyin ekan. Bir amallayapmiz, qarochi. Hoppa. ChatGPT. Ha? Labbay. To'g'ri qolma. Rasmini tashlab yuborayman. Yotib olib, toshni tepaga itarsan bo'ldi. Ha, toshni o'zingizdan tepaga qarab itarasiz. ChatGPT. Aka unda qamashni olib ketgan. Qattasa. ChatGPT. Labbay. Svet o'ch zalda nima qilish kerak? Svet o'chgan bo'lsa, shamdan foydalanishingiz mumkin. Sham yo'q. Sham bo'lmasa, gugurtdan foydalanishingiz mumkin. Gugurtga pul yo'q, nima qilsam bo'ladi? Unda trenirovkani davom ettiring. Menga qorong'ilik qilyapti, yana nima qilsam bo'ladi? Siz toshni ko'rishingiz emas, his qilishingiz kerak. Mayli. Biluvdim shunaqa chiqarligini. Besplatniy versiyada bolalar, besplatniy versiya shunaqa bo'ladi. ChatGPT. Labbay. To'g'ri qilyapmanmi? Menimcha noto'g'ri qildim, ha? Qanaqa bor keldi? ChatGPT. Labbay. Men hozir to'g'ri qildimmi? Toshni o'zingizdan yuqoriga itargan bo'lsangiz, demak to'g'ri bajargansiz. Men nega bitta tarafim ishladi unda? Bunda toshni siz yaxshi his qilmagansiz. Sen his qila olasanmi?
Yo'q, bu imkoniyat menga berilmagan. Qo'ling nimaga? Cho'tsami? Kommentariyada ChatGPT cho't. ChatGPT bir amalladi 3 упражнениyani. Endi keyingisida nima qilaylik? Yana bitta mashq et. Xo'p, men sizga keyingi mashqni aytadigan bo'lsam, sizning limitingiz tugadi. Ha? Limitingiz tugadi. Yozisha olmaymizmi endi? Yo'q, Qachon yozisha olamiz endi? bir kundan keyin. Yo'q, Yoki pullik versiyani sotib olganingiz ma'qul. Yo'q, Bolalar, ChatGPT bilan bir amallab ishladik. Endi professional trener bilan ishlaymiz. Bekmurod aka, bugun nechta упражнение qilamiz? 3 ta aytadimi bizga? 4 ta упражнение. 4 ta упражнение qilamiz. Xudo xolasa, o'zingiz hammasini ko'rsatib berasiz. Bismillah. Nimadan boshlaymiz? Mashindanmi? Birinchi jimlojodan boshlaymiz. Qivat olamiz. Oldik. Ko'tarayotganda yelkalar pastga tushadi, ko'kraklar ko'tariladi. Oyoqlar bu yoqqa ham chiqmaydi, orqaga ham ketmaydi. Mana shu holatda turishimiz kerak. Ko'taramiz. Nafas olamiz birinchi, chuqur va asta-sekin ko'kraklarning o'rta qismiga tushiramiz. Itarganda havo chiqaramiz. Mana shu holatda ishlaymiz. Burutlar maksimallik to'ladi. Pump oladi. Bo'ladi. Buni 10-12 tadan 4 podxod qilsa, объемlashda ham katta foydasi bor. Bu jimni o'zi ba'ziga hisobda yuradi. Ikkinchi mashg'ulotimiz jim hammer bo'ladi, ya'ni ko'krakdan itarish. Tushirayotgan paytda nafas olamiz. Itargan paytda havo chiqaramiz. Bu hammerda ko'krakni tegi qismlari ishlaydi va plus o'rta qismi, tepa qismi ishlaydi. 10-12 tadan 4 podxod qilsa yetadi. Qani ChatGPT shunaqa qila olmaydi. Qila olmaydi ChatGPT. Baribir живой professional trenerga yetmaydi. Tak, bizda 3-chi mashg'ulot gantellarni ko'krakdan itarish. Shu holatda kislarni tekis ushlaymiz va to'g'ri yelkani to'g'risiga itaramiz. Ko'targanda qo'llarimiz, mushtimiz yelkamiz bilan to'g'risida bo'lishi kerak. Tushiramiz. Bunda ko'kragimizning o'rta qismi va tepa qismi to'liq ishlaydi. 4 podxod 10-12 dan qilsa sekinroq. Negativ aktivda ushlab ishlasa effektini ko'proq sezamiz. Effekt qanday bo'lyapti? Pump sezilyapti, gurtlarning o'rtasida aytganingizda mana mashq qismga berdi. Bizda 4-mashg'ulot. Omma tilida babishka deydi, lekin o'zi bu yelkalarni yig'ish mashg'uloti. Dehqonchasiga Kapalak. Buni to'g'rilaymiz. Yo'q, nastroyka qilinadimi? Nastroyka qilamiz, oyoqni qo'yamiz. Bu sizga ozgina past. Bu yoqqa qo'yib olamiz. Yo'q, skameykani ozgina ko'taramiz. Pastdan buni. Bo'ldi. Qani o'tiringchi. Yaxshi, parallel holatda bo'ldi. Endi temir ushlaymiz, ruchkalardan. Buni ham xuddi shu ishlayotgan paytimizda ko'kragimiz to'g'risida qo'limiz to'g'ri kelishi kerak, parallel holatda. Tirsaklar pastda emas, tirsaklar mana o'rtada turadi. Yelkani tushiramiz, pastga tushiramiz. Chuqur nafas olamiz birinchi. Yig'ganda havo chiqaramiz. Ko'krak ko'tarilgan holatda bo'lishi kerak. Sekin ochamiz. Bu mashg'ulotni oxirigacha ochganimizda ko'krak muskullarimiz maksimal gipertrofiya bo'ladi, qon haydab beradi, oxirigacha cho'ziladi, oxirigacha yig'iladi. Yelkalar joyida turishi kerak, ko'proq qo'lni o'zi kelishi kerak. Buni ham 10-12 tadan 4 podxod qilsa yetadi. Maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Muskullar to'liq mana mashqdan boshlab sezamiz. Bo'ldi o'zi. Kucham qolmadi. Sezilyapti. Biz bundan oldin trafika qilib qo'ydik. Qalay? Farq. Ancha. ChatGPT bilmas ekan. Mashq holatda xudo xolasa 2-3 oy trenirovka qilsa, rezultat yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Videoga like bosib, sizlarga nima yoqayotgan bo'lsa kommentariy yozib qo'yinglar jigarlar. Xo'p, bolalar, xulosaga keladigan bo'lsak, ChatGPT bilan professionalni trenerni solishtiradigan bo'lsak, to'g'ri, ChatGPTning plyus tomonlari juda ko'p, lekin tirik inson bilan solishtirganda ChatGPT mutlaq ustun kela olmaydi.
Sababi inson omillarini inson tushunadi. Insonni ichidan nima o'tayotganini his qilishi, tushunishi mumkin. Charchaganini his qilishi mumkin. Texnikasini noto'g'ri qilayotganida qarab to'g'rilab turishi mumkin. ChatGPT keladigan bo'lsa, ChatGPT faqat sizga solishtirib, nima qilishi taxminan tushuntirib berishi mumkin. Agar siz professionalniy qaysidir sport bilan shug'ullanmasangiz, lyubitel bo'lsangiz, endi zalga kelayotgan bo'lsangiz, ChatGPT sizga tushuntirayotgan narsalarni umuman tushuna olmaysiz. Lekin professionalniy trener bo'ladigan bo'lsa, sizga o'zingizni fizический tayyorgarligingizga qarab, ya'ni sizni holatingizga qarab chiroyli trenirovka tuzib beradi. Men sizlarga maslahatim professionalniy trener bilan ishlagan ma'qul. Tezroq natijaga erishmoqchimisiz? Professionalniy trener bilan ishlang. To'g'ri aytishingiz mumkin, professionalniy trener qimmat, lekin sog'lig'inglarni oldida bu summa hech nima emas. Bu o'zingizga qilinayotgan investitsiya bo'ladi. Nimaga sog'liq haqida gap ochdim? Sababi o'zingizlar qiladigan bo'lsanglar, sog'lig'ingizga zarar yetkazib qo'yishinglar mumkin. Xo'p, aytishingiz mumkin, qanaqa zarar yetkazib qo'yamiz? Ozgina texnikani noto'g'ri qilsanglar, 3 kilo vazn bilan ham, 3 kilo tosh bilan ham sizlar o'zingizlarga grija orttirib olishinglar mumkin. Bu bitta oddiy travmalardan bittasi. Bundan yomon travmalar ham bor, ularni aytib o'tirmayman. Shuning uchun sizlarga maslahatim professionalniy trener bilan ishlab boringlar. Shunaqa formatdagi videolarimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada yoqdi deb yozib qoldiringlar va videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha joninglar sog' bo'lsin.